Mana shu Spark bilan Matiz. Spark bilan Matizning orasiga hozir moshinani orqa machasiga qo'yamiz. Buni qoidasi bor. Mana ketdik shun bilan oraliq masofasini saqlab. Mana shu Matizning orqasi bilan o'zimizning mashinaning orqasini bir xil qilamiz. Mana bir xil bo'ldi. Mana da ko'rinib turibdi. Ana endi rulni o'ngga buramizda. Mashinamizning orqa eshigini ruchkasini mana rulni o'ngga burdik. Mashinaning orqa eshigi ruchkasini orqada turgan Sparkni o'ng tomon farasiga to'g'irlaymiz edi. Mana bitta fara o'tdi. Ikkinchi faraga to'g'irladik. Endi rulni to'g'irlaymiz. Orqa g'ildiragimiz hamda zaborni bosish kerak, reshotkani. Orqa eshikning oldi eshikning ruchkasi zabor ustiga chiqishi kerak. Mana chiqdi. Endi rulni chapga buramiz oxirigacha. Oldi o'ng tomoni ham Matizga tegmaydi. Bu yog'i ham devorga tegmaydi. Mana parallelniy parkovka. Tayyor. Oxirida rulni to'g'irlaymiz. Endi tushib ko'ramiz qani. Mana orqasi ham, oldi ham tekis turibdi mana. Tamam. Parallelniy parkovka tugadi. Qiyin emas. Xuddi shu parametrda olib kirsanglar kirib ketadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.